Hadi. Bundan aslında. Olmasın sonra. Ha. Dada, men bahar yetiştim bir konu. Nima deb soldi? Bu yer tushtamishdan keyin biz bahçeyle keçip kaldık. Malum meni kiriblerdi. At ötelerine kuşum Bas g'alati shoptami? Nima qildi? Tamam, Sen nimde kırgız ötüdü? ben bilmiyorum. Ben topşırık kıştımsa, malımı yiyiştim demese. Çok çok gitti. Sen şu kündülü oynasan, hiç çıkımsan pek bezildi. Yo, sen bek obdan balıcıma sen bulan ha? Bosa sana şu yaz olsa, kış olmasa, fıl olsa, iş olmasa ha? Açta olsun bak geldi. Allah. Bak bu senin doğumuna. Sen bana dinle. Ha, sen şahmıtan mangına. Bunda masan yırtıyorum bulan. Hey. Dünya günlerinin karşısında ışıkhandık edilmelerini bilirsiniz. Fasılıkı köşe takıldı mı? Şu Dilnur. Hı hı. Adet ışıkhandı mağbek mi avrak emas? İşte besleşi de olmasa. Tuyuksuzluk hep kaldı. Bir şarp götürüp kepti karan bu menin könglim dep unumusam unumay. Dübeynin demde Türkiye'nin demde kop koyup gitti. Ondan bu ışıkhandıkiler dedi okubab iman koysam buldu deydi. Dedi bu okubab iman koysam buldu deydi. Bu vaktimiz ben deydi. Bu vakt çıkarsanız oldu deydi. O şunu qarag'an enaltını bek o'sib ketib qolmoqchiman men qiz bilmay qoldimmi? O'xshashdi shu. Haras. Ha. İşinizni men kun Arslan maktabdan keliblar. Opa, siz maktab mudiri bo'ldingizmi deganda. Ha, sharaf bir gapni qanday qilgani? Bu tuyuqsizlik bu ishxonnikini, maktabnikini muomisi o'zgarib Hey. ketdi. Ras, mushunda bir ish bormi yo? Biz uqmoqchidikmi yo? Mumkin emas. Bir narsa deb qo'ng'imajimi? Hozir men haqning quliqi yama uzrab ketdi. Unda shu bo'lsa, azroq shay yapishni olsin bir sizavib qo'ydim muzaffarlar. Bo'ldi. Sizlar bunga ishingni tushunmay. Ben ichki kuchga qarab boqmamdi. Hamini bu ish oshkorildi. Dunyo teshilmaydigan chilak yo'q deydi emasmi? Ha? Ben kallamı yaramam şimdi. Voy, tutam ketdi. Oy. Bu pichonga o'zingni mehmon qilibsizda bularmi? Annom bilan. Ha? Voy, bu qo'rqman bilan chayib o'tiribsiz bular? Apam chiqadi. Apamdan maktabdan kelmadi. Ketganmidi? Bu ketganda bor. Bizim idorada bir yig'in ochgan. Shunda hozir bekor oldim. Ha, apam idoradagilar, nima maktabdagilar birga tomoq yegini bormiz deb qo'yganda aytgan shu ketmi yo? Yo'q, men nonni qo'yaman. Sir chiqib tomoq yeb kirdi. Sen kelme canım. Herkes beni söylemedi ben şöyle geldim. Ne yapar? Sır çık bakmam bana. Sevgili tomoq yedi. Çıkır lan. Bu son günün büyüyecek mi atıyorum? Dada, Pako bek o'xshabdi. Kap okşaptı mı? Çetedi mi sizlerge? Bekdi. Sigim çetedi mi? Ulan bir gel. Akşam tetiğitti. Kaçallı karşı Kentucky, Hambobo, Nambobo da. Kavap bobo yetmeydi balam. Yani özümüzün tamak yakışı. Anas bunun gibi pat yap. Obdan. Aten var öyle. Bu apam Mama. Oh. Ha.
Voy, neredesizlar? Voy, tex yapılamdan tamqыңlar? O qanda tamaq bu deymi? Bu 4-5 saat qishim yedigan. Ma balla deganda maktab bordi. Ma ballani o'ylab qo'yla. Ha. Ma'qul. Undan so'ng joyingizni jim tutirmamsiz. Men siz hozir og'in boray, ha? Ha, ma'qul. Ben çapınımda esi olay. İyi ya gel. Saat neçe oldu Azar? Ulan kapıldı mı lan? Kapılmam dedi yani. Kapılmaya oldu. Ben kandak kılmaya karan ışıkhandakiler tutsa o. Saat neçe oldu Azar? Saat neçe oldu? Vallahi oğlum çıkmışsın mı diye. Şu. Karan sefer. Kargım yok. Hey, bu tamak deganimda yep bo'lib, daqib inib kelsanglar bo'ladi-ku, ha? Chiqsa o'tiramda yerda. Ya tamakxonaniki darvozasi qulupni silib turadigan iniblar tinglar. Bu şu gaplarimiz qanday qilma? Ular O sizning gipolar o'lab ketishni bilmaydi. Nima qilibdi? Ha? Nimaga vodinglar bugun? Shundan uqmadim. Bugun atgandan boshlab Degil tuğan deydi, o kirib deydi, hele bu kirib deydi, zadi mehmon qilamiz, sizni bir mehmon qilish maqsadimiz bor deb, voy shu men nima mehmon qilsizlar desam, mehmon qilg'imiz kelib ketdi deb cho'q-cho'q qilib qo'ydi. Har qanday ishtiganning maqsad muddasi bo'ladi, soniya. Menda ufqo bilib berish kerak. Haq mehmon qilib deb beraversak bo'lmaydi. Uning cho'qima kanida bir cho'qim oq ko'rishi bor buni. O'z ko'ngil qazib qoldirib chiqdi. Bo'pti, budan men bir mehmon qo'yib deyman. Yana kechda, bu uyga kelsam siz yo'q, balla qo'sqishib o'tiribdi. Ha, bu sizni kayishib sirtga chiqib tomoqni yuzib kelsam, yana siz yo'q. Men dol bo'lmayman, hamda yo'llarga. Aras, yana tuxi. Ya nima bo'pti? Yana bizning ishxonadagi bir narsa atda uyga keldiga o'xshaydi, uyni muboraklab. Sizning ishxonadagi Kelsin. Çay demlayman. Voy, nima bu? Babkanım o'qisak, u yoqdan bir yuraysizlar. Bu to'y qilmaydiganimiz bugun? Hijab tozalab ketib qo'yna. Voycan dedim-ku tuni Muzaffar, bizning ishxonadagi bir narsa uy ma'riklab keldik-da. Voy, ular rostlayapti-ku. Chaqchaqmi deb qolganmidingiz? Yamada chaqchaqlar o'xshaydi tundiqa. To'g'ridingiz, chaqchaq mumkin bo'lsin. Unda o'sib kelsa o'namsa. O'lim shu mehmon keldi deb tutgan bo'lganda ekan. Yaxshi bo'pti. Kelsin deb turganda kutkilamaydi, mehmonni qarab o'tag'lamasa ya. Qanaqa qilib? Mana qilib? Hey. Bugun yaslashda mundaq o'tirib qolamiz-da. Muzaffar, jilqimga odam oldirayotganda. Sana buni. Qo'yib turib buguncha oldirganda. Yezib qo'ydim akirdigan narsalarimiz. Ishtik akirib turgan bo'laman. Yo Allah, kichik bolani ishga burganda hamma narsani tafsili yezib. Hey. Taqosh qaysi magazindan qaysi do'kondan olganimni taqoq basin tadris qo'yganman. Yezib qo'ymasdi, men siz o'qdan bilib emasman. Abatundan skachida men kasbimni telefon qilaychi, ash akapamsizmi? Bir qo'g'amnagmay bo'lingashdik. Voy Muzaffar bo'linga. Voy, ma'qul, ustirib ketgan odamlar ma'qul. Bir kep qolsanim ishlardan ulgurmaydi. Allah ya, çoğulu. Hey, bu kaçan kilogram meymalıktı? Bu kilemdi o, kemmemdi o? Saat 4'te degandi, kelgan vaqtim bo'lib qoldi deymi? Kep qolar. Ya kelsin, vaqtida kelsa. Ya men bu bir narsani yozolmasam uni qarab. Biz bizning uchun mehmondorchiligimiz ancha g'ayrat bo'lib ketdi-ku. O'rimchi vaqtida chaqirsiz, Beijing vaqtida kelgan.
Vaqt ko'z qarishi deydigan narsa yo'q-ku bizga. Bizning vaqtimiz bek chiqmadi yoshlar. Bo'lmasa siz yezaverasiz ya. Kelganda chaqirang. Yil kelsa yana men chiqaman. Barimiz degan ekan. Hadi To'qib boqamizlar, kilotamda. Sen turmadin Muzaffar. Kilotamizda deb to'pon qilamiz. Shu vaqtma xil o'tib ketib qoldi. Bir balduroq kelib, baqasandan bir hol so'rab, bir uyingni ko'rib, yo'qlaydigan ishimiz bor-ku. Uni qilib bo'lmay, shu vaqt kelib qoldi. Satib qoldi. Shunga azroq bir qattiq bir qo'simi. Mishtali kelib qoldi qamda. Avorulsin, nima chiqib kelsa kelganlar. Yo'q, jiqtigidek emas. Ma bizni qiyinchilik qo'ydilar bunda. Yo'q, jiqtigidek emas. Endi shu turmushning ishida ekanmiz, bola voqida ekanmiz, xizmatda ekanmiz, ya bo'lmasa, bir yurtda ishlar chiqadi ekan. O bu ish bilan bo'lib, vaqt uzrab ketib qoldi. Sat oldi. Ya hech kishi yo'q, elim rahmat. Kelaversanlar bo'ltamasmi biz o'zidan bo'lgandik. Vaqtmi, bir yak badiyasini bak qaytib qo'ydik. Endi bizni bir qaytla. Yo, bizdan o'tirib, ma'lumga rahmat, biz o'tirib. Qachib baba cho'charisizlar lan. Yigitək yaxınmı bo'ldi? Yo'q, bo'ldi, biz qaytla. Endi yo'q, bo'ldi, siz yeni chiq charchadingiz. Bundan keyin de ishlaringiz pek jiq. Charchadigan vaqtingiz oldingizda, o'zingizni charchitib olmang, ha? Bizni qaytla. Bak rahmat. Bak sat oldu, quruq qilamiz. Yo'q. O'yin ko'rib olgandan keyin kelinglar yana juma. Ballarni olib ketinglar. Ha, maktabga ko'rsatamiz. Nima qo'sh? Ma'qulsiz. Avar qildik sen ya muda. Qo'sh. Bak yanamsizlar. Bak. Nima ish qilib chiqib Bundan pandan ko'tirib kelganda dama. Bular odatda bir yerga unchalar qo'ymaydi. Assalomu alaykum. Saniya mudir? Bu Saniya mudirning uyi emas, Saniya muallimning uyi. Ma'qul, men beray. Söz esa mudir. Assalomu alaykum. Ha, otash sanmida? Yaxshi o'zingchi, undan turdim. Voy, yo'qay, nariga gapni qilsa. Yo'q. Voy, yo'q, undan shu sen aldab nima ish qilaman? Yo'q gap. Ha. Bo'ldi. Ma'qul. Voy, kim bu? Voy, Oliya, muborak bo'lsin, mudir bo'libsiz adashdayda? O mudir demda? Ma'mishlar deydi. Ras abiyatan qadashmi, ma'qul mudir deydi. Bu men uqmay yasli mudir bo'ldingmi ya? Voy, men o'zim uqmsam uni. Unda shu bir azroq shayapsini uqqa qo'ydi. O'g'o, ras. Biz mudir bo'lsanlar bo'lamizli ya. Da o'ylab baqsam, men poche yurib ekanman-ku, sen kim bo'lsa, men boshliqning eri edim. Muzaffar chaqchaq qilmang. Beshimning ichim teshim ketib bordi hozir meni. Maktabdagilik bir muncha adamgarsda qazi oldim deyman. Menimcha bu ishdan cho'qqum bir yeri bor. Bo'lmasa bu gapimda taqalmaydi. Mana qildi. Mana ma'rifatlarsiz qolganimdan bir surishib boqayım ya. Shaxsan bo'ladimi? Samidar. Muzaffar, chaqchaq qilmaydi bo'lib baqmara. U chaqchaq qilmadim, sizning o'rimtingizni qilib Samidir dedim, Samidar. Siz qolgan endi. Assalomu alaykum. Ana qanday mijozing yaxshimi? Yaxshi odam bolalar yaxshi odammi? Men ha. Mana gaptadash. Biz surishtirgan bir ish bo'pti. Va saniya to'g'riliq ba'zi bir gap so'zni anglab qoldik-ku. O'sha maktabga mudir bo'ladi-ekan deb. Sizlar idorada o'sha bir gap so'z bo'lganmi? Qanday shuni bir surishtirib qo'yadigan edim. Shundaymi? Ha, ma'qul. Ya meni unda men unda o'ylamagan. Yaqin surishtirib baqdim, boshqa maqsad yo'q. Ha, ma'qul ko'rishamiz, ha? Ma'qul, rahmat avar qildim. Ma'qul ko'rsatish. Xo'sh. Bunday gap so'zni men anglamadim deydi. Uning ustiga beka u keldi deb bir mo'jiza keldi, bir mo'jiza isrofchilik qildinglar. Mana eshib qoldi. Bu nega gapirmiz endi buni? Manda isrofchilik qilsak, men aytgan ko'zimiz chaqishib qolajmi bizning? Biz ham istib, bu kun ishxonada hammamiz bormiz degan to'sma ikkisining kelishini bilmaymiz hatta. Daha ishxonada bir mo'j tayyorlik bor.
Saniye, suni köymey ötek sağanның пайдасы yok. Ben ufkup kısınız bunu da olmuşlar aslında çok. Bunu ispiyemiz adamda bir ayak yendik buna. Bu zadı nem болып ketdi bu? Qanday işte bu? Kim tapqanını gap dodana? Kim taptı? Şu gap taparmançılığımız tapqandı. Vay adaş. Vay şu öyle kitap görüp otadım. Bir iş bandı. Nima? Apam mektep müdür optu? Vay bana undaq emasdi. Acab men olmabdim ha. Vay bu sen nereden aldın? Apamdın? Yo, adaş men uqmabdim ha. Hemen bir apamdan so'rab boqayjimi? Ma'qul ha? Ma'qul, xo'sh. Zepter. Bu işni sal g'alati turdi. Şunu deyman. Odatda bizning ishxonliklar birasini kasal yo'qlasak yo bir uy ma'ra qilsak mandaq kelmaydi. Sal eshib ketdi. Şunu deyman bu bizning bu öyle mehmon besib oldik o. Yeli sizni mehmon qildiganlarning chiqib ketgani, yeli qarasa bu uy qildigan mehmonlarning chiqib ketgani ish qilib tazzi normal emas shu bu ish. Bir xil. Keldingmi? Tamam. Oynama jasirab ketdim. Sen palanpaydan chiqibsan da, leftdan chiqmay. Ukam sınıf başlık bo'libdi. Nima bosh qilibdi? Sınıf başlığı. Voy yo'q, o'g'inish başlığı. Ya Allah, sen öpüş yo'q. Bir yerga bir to'g'ri qilolmaysan. Voy, yaxshi bo'lar. O'g'inish qildingmi? Mening balam o'g'inish boshqa bo'libdi. Mana sening mushiyalaring kimni do'rg'andi balam? Meni doğurgan meni. Bilami? Chiqib balaning yaxshilarining hammasini do'raydi, yomon yerning hammasini do'raydi, balam. Qara ilg'or. Sen yana shu sinibdim ama uylikdek ushshuqlik qilib, molimga yig'lab turib olib bo'lmagansa? Voy yo'q. Necha bilan chiqibsan? Burungi o'rganish boshlig'idan boshqa hammasi manga bilet tashlabdi. Voy. Mening balamni ilgirlash zo'r. Endi biz mehmon qilasiz. To'g'ri? Nima qilasiz? Men aqasingni kunda mehmon qilyapman boqaman deb. Voy endi bir daq mehmon qilib qo'ymoqchi. Ma'quldasan, naq mehmon qilibdi ya. Mehmon qilayapsan? Kim o'rganish qoldi bugun? Yaxshi, unda bo'lsa men ilg'orni yolg'iz ichib mehmon qilib kiray. Qarnini o'yl qilinglar. Voy chipayda qilmaydi ketdilar. Siz o'rganish qolganmi? Bo'lgan burun. Men biroz bir 9 yil o'rganish qolgandim. Qasingni meni bir qadam mehmon qilib qo'ygan. Vaqt men tug'ilmagan. Men shu aytdim. Unda bo'lsa men mush bolamni mehmon qilaman. Qilib meni ajrim bor. Nima ajring bor sening? Kichik vaqtida men baqqan nima? Bet baqqani. Qanday ochib narsani? Ang baqqani ma'u tehi gibini. Yaxshi. Bozor chiqandim-da. Oldiramlar sizdan. Shundan bir ko'rishib ikkitayib kirgandim. Undan bo'ldi. Esonchi. Men shu azroq material vaqti yozgan, shuni yozib o'tgandim. Chiqibsiz-da? Shu bozor chiqandim-da. Saniye. Qarang bir zanjir olgandim. Bek chiroyli. Kirpiklar. Taqapiklar. Rost juloliq ajab bir nozukgina. Taqapiklar. Rost bek yarashdi jimo. Oltin uzukka yoqut kes. Bek yarashdi Saniye. Bundoq qilaman. Voy, taz yarashqidek. Sizga yordami? Rost chiroyli, nozuk chiroyli. Bo'pti, taz yarashqidek sizga. Saniye. Mushu nusqidan qarang. Faqat 2 tonna qopga ikkimiz bir chup taqayli deb oldim. Ne? Ortiq ketdimi? Yo'q.
Ma ön yeng elip yengiden zinnetildik. Bir muç qazlarımız var, hazırcha altın alamayın. Bir saniye nimden şuraydıgansız? Ben size bunun pulunu bereyim demedim. Mındaq bir cip taqaymiz dedim. İşkimizge yaqin do'st. Oy, yo'q, yo'q. Voy yo'q saniye. Bundaq siz men rasmiy xabib qolma. Bo'ldi ortiq gapni qilishmayli ya. Voy saniye. Ma gap bilan bo'lib ketib, mo'yim bir ishni unutib qolibdim. Sizga bir ishni masalasi aql kelgandim. Nima ishdi uncholar masalasi haqida? O'zingizning bilasiz saniye. Bolam bek kichik. Chikyas kirib qoldi. Ha. Shu bir tarafdan sinf mas'uli bo'lib, faqat yetishamadim da. Shu bolamni bir 4-5 yoshga kirgizib, bir yasliga bagida qilmoqcha, bu sinf mudirlik xizmatini o'tmay, bir darsni ham o'tab tursam deb o'ylagandim. Ha, yaxshi o'ylabsiz. Sizninkini boshqalar o'tib tursa bo'ldi emasmi? Rost balni sal cho'ng qilib o'ylamaylik. Voy, rahmatjimi sizga. Mushta deydiganligingizni bilatdim. Rahmat. Bek boshqalarni o'ylaysizmi siz? Amisidan qaytay. Vallahi uyda yolg'iz qoldinglar. Olmay to'xta, ana. Voy, bo'ldi, unda qizingizlar ranjib qolmayjimi? Voy, bo'ldi, ranjib qolmay unda qizsiz. Stop. Nima qilamiz? Men mo'y saniyamdir. Keyin yana sizni ayirib yo'qlab kelamanjimi? Bugun oldirib kelib qoldim. Xo'sh. Sıkış oldu. Ay. Zafer. Ma ishni bir taraf qilmasak bo'lmaydi. Qanday bir taraf qilamiz? Ya bu ishning tugatini biz bilmasak, qanday bir taraf qilamiz? Bağansır bu işle bak etini işip gitip vardı. Hele o bir nas götürüp kirgen, hele bu bir nas götürüp kirgen, o miman kıl men davatkan, bu miman kıl men davatkan, neymi şu gitip vardı deyme. Tanrım ufkumadım o. Ma altın zincirine kaptı yana. Ekettu yana, depli boynunuzu esip aldınız mı ne? Almışsınız zaman da. Vay isvan mı de, benim şu, vay takap görüp akay dep takıgan de, özü pasonunu gördük akşay dep, dep tutsam takaplam ağın unumay. Hiç kanday kılıp Bakaram, hazır çeliklik karıştırış, hak diyanetlik buluş tekitli olsa, siz müstakip benсiniz, doğru olam da. He? Derhal kaytırıktım. Vay şu kaytırıp bensem onu mu de ağın? Onu mu de turamsız müstak? Düşünmem kanday kılıp. Kaytırıp verin, eğer fakat onumay kap kalsa, müstakın layık, hesabla pulunu vermezsiniz, tügümedi mi? Kanda. Ah, makul, ems pulunu berip dey. Açta kılan. Oğar жалған пәді ета қой кіркіт бар да? Ha? Ne baktu var? Солдың мен болған Sana? бар. Oy. Bu. Ne buldun ulan? Ha? Бұға? Kop bir şey koydun ne buldun? Yapılan ne buldun? Ha? Ne buldun? Yapılan ne buldun? Uvdu mu? Ya ölmüş başına çıkarıverdi. Ha bu çıkır ötken boz balam. Na çıkıp gelsen uygun başlıktan çıkıp tutsa bir naynımda akımlıktan çıkıp etmepse çıkılma buldu. Болды. Нем болған де? Қызық әкеу му? Бірсі үгініш файсы қолымдан дегендек өзі сайлап қойды екен. Yani өзі бекат düşürüdü екен кішік балының көңді. Bulaptı, bu bir yaxşılıktan işaret. Bir saat bu belem bulaptı. Bana bunu çıkıp gitti degen işten özlü görünüşü boladı ki, sizin ılık mektep müdürü olduğun işinizden hemisinden yalgan gep işkelliken ispatılып baktı. Жылымана балам, жылымана болды. Әмді ма дасқан екілдіған, ма өй екілдіғалының айға сәл үзілі әмді. Жылыма болды, жылыма, ештің болмайды. Üzülgen bile hakkı bir mu? Kibol qazi olduk mu zəbbə? Mən xəqnin dastığını amman,
Haq chaqirga yek bamang deb necha qatim dedim. Obdan bo'ldi mana. Voy bo'ldilar, meni bog'im kelib kitib berib, og'im kelib kitib olmadim, zo'lab kitmas qanday qilib. Shu zo'lisa bunda qarab bakib qilamiz uni. Voy be bo'ldi qiling sizmi ish qayer. Demisin bu bir o'sak so'z tug'o mana endi oshkorinib turib yaxshi shopdi-ku. Jig'ilmagina bolam, jig'ilmagina. Jig'ilma, tushib ketdi. Voy. Bugun shuni yaxshi qilsang bo'lmadimi, darsingni yaxshi o'qisang bo'lmadimi? Ha, shu, jig'ilma bo'ldi. Jig'ilma. Men hozir maktabdan kelib bir tomoq qo'paydi. Saniye muallim. Mudir bo'lmabsiz a? Mudir? Kim meni mudir bo'ldi deganding? Shunda, mushundoq o'sak so'zlarni kim topadigandu deyman. Shundoq achchig'im keldi anglab. O'zining ishi bilan bosib bo'lmamdu deyman bu haqni. Ha? Oye, Mayra, tasqibni unutib qoldim. Maktabga og'ach borman deb unutib qolibdim. Mayli qiz zanjirning puli. Voy bu. Ben sazım bo'pti. Voy yo'q, to'g'ri. Qisaq bo'lmaydi. Muzaffar ochiqlanmagan bo'lmaydi. Mana, chaylar. Mana. Voy, fikrim yaxshimi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy. Qandaroq muborak bo'lsin. Bu xushxabarni bizmi anladik. Akşam kechi uxlamabdimi deyman, acha. Qaysi xushxabarni fikrim nimaga muborak bo'ldi? Menda yoshirmanasiz. Voy. Qani o'ykiram. Mayra malim bakam bor. O'tir. Qanday tezlikmi? Yaxshi. Ammo shundaq xushxabarlarni anglab kelib qoldik. Shundaqmi? Kelib qopdik-ku. Endi undaq kelib qoldik-ku. Meni bilmaydi deb qopsiz-da. Oldi eshikdan jinni patmaydi, oq eshikdan poyezd qatmaydi debdiki. Oq eshikdan men vaqtimiz kelib qolganda aqcha. Ya, Mayra malim. Ammo kelimizda endi. Hammasini yo'li bor emasmi? O'zlarimni kelib qoldik-ku. Gap bishadi. Ahmoqlik qilmay, kelimizni qo'ltimizga qanday qisib kelgan bo'lsangiz, shunday qisib akitam. Uyingizga patmas uchun to'g'risi qo'yib isib qo'yam. Men uchun kelgan uchun pushaymon qilib o'tdim. Voy. Men bo'ldi. Xotincha o'tirib bo'lmaydi-ku. Undoq emas-ku. Qo'yras. Shunday. Ahmoqlik qilmoqchi. Voy. Avar bo'lmisiz bo'ldi emasmi? Bir chaylar. Qaysi shamal uchirib keldi sizni? Sizni yo'qlab o'tib ketgach. Ma cho'nglar, gilammagan. Umdan bo'pti. Shu gilamlamda talab qo'yib qo'ysam o'qlab ketmasin deb akriveribdim. Umdan bo'pti. Umdan kelsa shikalla. Men bu maktabdan kelib, nima desam bo'ladi deb turdim. O'qishdi, bir lag'ma. Mundaq ket. Biz mayli. Boshqa bir kun ayrim kelamiz. Yo'q. Mayram ne chiqdim keldim, quruq chayirdim oldi. Men To'g'ri. Bek oldirablam keldi. Tumaga mehmonning ketgan yaxshi degan gap. Biz qaytaylik. Ukam bir aram ekan, quruqlamoqdan. Voy, nadi Istem tamam. Assalomu alaykum. Voy. Aka, men ko'tish berayman. Bo'l. Rahmat. Qanday olasiz? Voy, Soniyada xush xabar. Voy. Soniya mudir. Mana bu ma'rifat darsi tushirilgan o'qitirish. Siz mudir bo'psiz. Ha? Soniyada mudir bo'pti. Bu muborak bo'lsin. Soniya mudir. Voy. Ya xush xabar ekan bu.